Mo şunun hesabına yemiydi bunu. Ya bura durabilçeler yığıla veradi bunu komanda. Assalomu alaykum barchangizga. Faysal Texnikalar alamının YouTube kanalını uzak yakından kuzatadigan bizning yurtdoshlarimiz. Bugun Xazarisdagi filialimizdamiz. Yana birinchi videoni manzilidan boshlasak. Bu yerda bizning filialimiz Xazarisdagisi Xazaris yo'l. To'yist Beandan, Bag'atdan, Urganch tarafdan kelishingiz, Xazarisga kirganingizdan keyin o'ng qo'lingizda otni haykali chiqadi. Shu haykaldan o'tib kelaverasiz. O'ng qo'lingizda bo'ladi bizning filialimiz. Bu anda filialimizning to'g'risida Kapital Bank bo'ladi. Kapital Bank dik to'g'risi shuni. Keyin sal o'tganingizdan keyin Xazarisning bozori, Taxta bozori shuning yerda joylashgan. Xo'p, bugungi videomiz endi kuzga başlaydik, kuzdamiz. Yig'im terim bo'lib, endi mol boqadigan yeri aytchakim drabilchalar haqida bo'ladi. O't, makka, bug'doy, shunday narsalarni medalidan narsalar haqida bo'ladi. To'yis drabilchalarning toza variantlari kelgan. Birinchi yana shu. Buni videoni oxiridan o'tirib ko'radigan bo'lsangizlar, ishlatib ko'rsatamiz, bahosini aytamiz, inovlarni chiqaradi. Birin ko'rsatamiz. Bom toza variantimiz 2025 bom toza variantimiz. Buni zo'r yerine qaranglar, benaganglar. Spesialniy bunda magnit qo'yilgan. Magnit innazmanda demir yo'q, lekin nachun? Shunday nivajdan saganda içinde aralaşıp bolt, shaybi, g'ayk ish qilib aralashib şu an tutib qolish uchun, demir navbada tutib qolish uchun shu nivajda qo'yilgan. Afzalliklari ko'p. To'yist unikalniylashgan, yana razrabotka bo'lgan variantlari. Keyin bu yanda yana bir variantimiz bor. Buni ham xudo xolasa ishlatib ko'rsatamiz. Buni yodlaringizda bo'lsa, o'tgan videolarda to'yist o'tgan yillari ishlatib ko'rsatgan edik. Kichkinaroq bor edi. 220 da ishlar edi. Bular ham 220 da ishlaydi. Endi ulug'roq variantga kelgan. Hammasini ishlatib ko'rsatamiz, baholarni aytamiz. Nechiki возможностьлari bor, hammasini ko'rsatamiz. Videoni oxiridan ko'rsangiz albatta sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa videoni boshidan bir dona like, bir dona podpiska, bir dona yaxshi komment yozib ketsangiz, biza xursand bo'lamiz. Keyingi videolarni ishlashimiz uchun bizlara bir durtki bo'ladi. Keyin xato qidirib, shu yerda xato gaplaydi ekan, shuni yozib ketaman deb xatoni qidirib o'tiradigan bo'lsangiz, videoni ko'rib o'tirmang. Sizga foydasi yo'q. Uning kir narsalarni qarab o'tiradigan odamlar ham uning videolarning foydasi bo'lmaydi. Hop, shu bizlara shu yaxshi gap berib, podдержка tursangizlar, keyingi videolarda yana chiqarib yangiliklarni ko'rsatib boraveramiz. Kommentarlarni обязательно o'qiymiz. Har xil odam bor, to'g'ri. Hamma 2-5 barmoqdan emas, yaxshi ham bor, yomon ham bor. Shundan kirvazdan yozadigan odamlar ham yo'q emas. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. O'qib kommentarlarni teyinda shuning birisini o'qib qoldik. Yaxshi taklif beribdilar. Kranlarni ham obzor etib beringlar debdilar. Xo'p, bizada endi kranlarni XMG'lar bor, boshli kranlar bor. Xudo xolasa shuni hozir bir maslahatini qilib turibmiz. Jarayonda bu narsamiz ham ustanovka bo'lgan yeri bizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, boramiz, ishlatib turgan bo'lsa, sizlarga uni ham obzorni qilib berishga harakat etamiz. Lekin mashina avtokranlardan bizda yo'q. Agar zakaza kerak bo'lgan bo'lsa, uning imkoniyatimiz ham bor. Siz aloqa nomerlarini qoldiramiz. 3 filialimizning ham ekronni pastida telefon etib turib, bizani do'konchilar og'alarimiz bilan gaplashadigan bo'lsangizlar, sizga kerak любой texnikani Xitoydan birinchi qo'l, ya'ni arzon narxlarda, budjetli variantlarda kelib beramiz. Avtokran bo'lsin, avtomikser bo'lsin, hamma narsani ilojimiz borincha, shu возможностьimiz borincha kelib berishga harakat etamiz. Akkalab ham turibmiz. O'tgan videoda paxta mashinani qo'ygan edik. Girib ko'pchilik yozibdi, paxta o'rmaydi, paxta teradi, yana bir narsa, ko'rik xato qidirib yozibdilar. Yaxshi fikr bildirgan odamlar ham bor. Katta rahmat hammangizga, yaxshi gap yozganlarga. Sen bloger emassan, yana bir narsasan, fermer bo'lmasang, otizdan ishlaysan, qo'lingga bir narsa ol, bir narsa ol. Xo'p, bundan boshqa texnikalarga keladigan bo'lsak, bu yerda qaralarimiz ham bor, hamma texnikadan bor. Qishloq xo'jaligining nima kerak bo'lsa hammasidan bor. Mototsikllarimiz bor. Bularni tokda yuradiganlari bor, gibrid variantlari bor, to'yist ham tok, ham benzin. Ham benzinda yuradigan, tolka benzinda. Xo'p, bular Uragan. Bular полностью benzinda. Xo'p, bu yanda mishalkalarimiz,
generatorlarımız, generatorların открытие, закрытие variantları, то есть шумный, бесшумный, закрытиелari shunday unikal etib ishlangan. Diqqat ses chiqmaydi. Endi chiqadi baribir ulu narsa generator 5-6 porshilli motor ishlangandan keyin ses chiqadi, lekin valdardab yani kichikgina yani даже shuni bermaydi. Yani zo'r yerlari pultda o'chirib yoqsangiz bo'ladi, o'zi o'chib, o'zi yonib turadi. Agar qishda bir yerda bir qumning o'rtasida qo'yib ketadigan bo'lsangiz ham o'zi o'chib, o'zi yonib turaveradi. Sayalkalarni, yog'larini do'ngirmaslik uchun shunday spirallari aylantirib, o'zini o'zi qizdirib turadigan etib ishlangan. То есть вообще umniy variantda ishlangan generatorlarimiz. Xo'p, bu yon tarafga o'tadigan bo'lsak, jatkilarimiz. Endi jatki sezon почти o'tdi, lekin jatkilarimiz ham hali bor. Sezon o'tdi degani omon degani emas. Olib qo'ying. Kerak bo'lib qoladi. Eldimizda yana bahor keladi, hali ish qilib. Bu narsadan постоянно foydalanib bo'ladi. Xo'p, pompalarimiz har xil razmerda. Keyin shu narsani videosini ko'rgan bo'lsangizlar, traktorlarimiz keladi. 4x4lik Faysal degan 2 ya 3 video oldin YouTube kanalimizda o'tib ko'rsangiz 40, 30, 50 ot kuchlari bor. Polnopриводный. Bir mijozimizga begavota sotvadik, borib ishlatib turganda video qo'ydik. Endi shuni ishlatib turibdi, yo'rincha urib ko'rsatganmiz. Dim chotki ishlatib turibdi. Baku shunning ham pastdan uradi, ham bespateriya uradi. Zo'r narsa. Bir yana tashiydigan varianti. Bu 182 bir yana urib tashlab boraveradi. Iberinde dik pichoqlari bor. O'zini tavo ochib boradi. Yo'rincha uchun eng kerak narsa, ana shu narsa yo'rincha imda bo'lsa daxil. Shuni ochib, o'zidan urib boradi. Keyin bu yoqda shuni ulu varianti bor. 360 varianti ekan. Bu o'rtaga tashiydi. Endi yo'rincha urishni men bunda tavsiyatimiz, lekin ursangiz ham bo'ladi. Yo'rincha urgandan keyin bir yere tashlagandan keyin sal endi men ham tushunib, uni netib boshladim. Plastik ekan yo'rincha, uni peshalab yo'yib chiqish kerak ekan, 2 ish bo'ladi. Shuning uchun yo'rinchaga imunni olsangiz, bir yana chiqarib berib ketaveradi, o'zini o'zi ob'yom bilan tashlaganing uchun shamollamaylanib turadi. Bu yerlarni ham traktorchi og'amiz aytib tushuntirib o'tdi. Bu shog'liga yaxshi. Shog'liga yaxshi. Bu navga to'g'ri keladi. 80 ot kuchidan baland bo'lgan lyuboy traktora tushadi, birebir tushadi. Arkada kardanlari, raspidrollari hammasini zavodskoy yerine tushadi. Kesme ili Class Arion degan traktorlar shunday tushadi. Instagram profillerimizdan qo'yib o'tamiz. Girib turib o'tib ko'rsangiz Instagramda videosini ko'p qo'yganmiz. Shunday yerdan olib o'rib tashaganlarni ko'rsatgan yerlarimiz bor. Xo'p, yana kombayn ham menimcha o'sha ko'rindi. Kombayn ham bor. Lowell brendidan bu kombaynimiz 2022-yil ili 2023-yil varianti. Bundan videosu bor YouTube kanalımızda. 2 video oldinda adashmasam. Buni 2023, 2024, 2025 versiyalari kelgan bizlara. Xo'p, shularni obzor etib ko'rsatganmiz. Ishlatib turgan yerine borib, bularni ham ko'rsatganmiz. 5 bateriya to'shni uradi. Effektivniy, zo'r kombayn, balotada yuradi, oyoqlari emas, balonlari. То есть гусеница varianti, то есть batkkamidi. Shu o'rnadan suva kelib ham o'rib biladi. O'rib shuni yerlar ham bor. Uni 2 yil oldin adashmasam qo'yganmiz videosini. Balotada yurib, shunday hali pishmagan xom yeridan sholni o'rib ko'rsatdik. Tak, asa videoni o'tirib ko'rishni maslahat beraman. Orqayin aldingizda bir yeb-ichar nakkab taqlab ustidan bir choy bilan ko'radigan bo'lsangiz, endi biza texnikalarimizdan da переключение bo'lamizdan sizlarga ishlatib ma'lumotlarni berib, narxlarini aytib o'tamiz. Asa biza hozir sizlarga texnikamizni xudo xolasa Doniyor bekam bilan birga ishlatib ko'ramiz. Doniyor beka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Amal yuribmiz. Harmon charchamay ishlar bilan. Shukr, rahmat. Xo'p, yangilik texnikamizda qo'ydik, ishlatib ko'rsatamiz dedik. Endi xudo xolasa yordamingiz bilan bir qator tushuntirib o'tasiz и qarsa возможностьlarni ishlashini bizada bu yoqda yo'rinchamiz kiplangan. Bu shol samonmi? Shol samon, büyük toza samon bu. Toza shol samonang. Ha. Bu ya g'ovshimiz. И bu yoqda makkamiz ham bor. Makka. Doğru paçatkani o'zida turibdi. Doğru paçatka bilan yuboramiz buni. Ana bismillahdan boshlandi ku. И bug'doyimiz bor. Bor. Hozir hammasini ishlatib, birin-birin qaysidan boshlaymiz, Doniyor?
Boshda endi bir yandan kelaveramiz. Bo'ldi, asal shu vakuumnidan boshlaylik. Menimcha ko'pchilikga vakuumni Vakuumnidan qiziq. boshlasak Un bo'ladi. dinatib beradi axir bang. Aman bu un yetib beradi. Xo'p. 220 da ishlaydi. Tamam. 3.2 kilovatlik motorimiz Misad modga. Bu faqat dolli mahsulot pachatkasi bilan, sotasi bilan yurishimiz mumkin bunda. Ha, doğru pachatka bilan ikkita beradi. Vakuumni o'zi so'rib oladi, aylantirib chiqarib tashlab turaveradi-da. Bo'ldi. Ham bu silikonda vazi bor, changitmaydi. Ha. Yer bitta changitmay tutib turish uchun shu yerlar qo'yilgan. Keyin magnitni aytib turadi, magnit qo'yilgan Avan ekan. hozir nalarimizda, drabilkalarimizda kelib turibdi-nan. 2025 drabilkalari bedabo'yna tozasi, toza partiyamiz bedabo toza. Bular o'zida magnit qo'yilgan. Ha. Ustobi bir bug'doy makka yurgan ichida bolt, damir, dirsagan nelar bo'lsa, ushlab qoladi o'zini. Ichine ketib setkani dushmaydi. Setkani dushmasligi uchun buni qo'yib berilgan zavoddan. Bundan bor, ikkisidan ham bor. Ha. Ver yaxshi bo'pti. Tak, motorni aytdingiz 100% Misab modga. Misad modga. Ham ustunda bular o'zida İçini hozir açık görsek bo'ladimi buni shuni? Ochiladimi? birini ochiladi, setka bor berinden. Birini ochib. Yerlaridan bir ko'rsatib o'taylik. Bo'ldi. Sen ko'rsatmading, netmading. Inan setka qo'yilgan. Setka ikki yallama ochiladi. O'zida 3 xil setkasi bor. Ha. To есть narsa o'zgaradi, ulug'ligi. Setkani razmeri bor, o'zgartirish mumkin. Misol uchun hozir bu yerdan aryandan suqiladi-da bu. Tamam. Aryandan tortilib, almashtirib, ana bu yerda setkalar bor. Xohlagan razmerdagi setkani qo'yishingiz Slavun ekan. mumkin. Avan. Bu endi organikka o'xshaydi. Mana. Setkasi. Keyin dinamona kelsak, dinamo tok bunga bakvat tok kerakmi, o'lesga tok bilan amallaymi? Motori eng kamida 170 bo'lishi kerak. To'qi Chunki bular kelishang. vakuumni bo'lgandan keyin so'rgandan quvvat kuch kerak, tamom. Misol uchun bunga hozir 160, 140 degan tok ham ishlaydi degan bo'lish deyishimiz mumkin. Lekin baribir motor qizadi, nagruzka bo'ladi-da bu. Iloji bo'lsa eng kamida 180 bo'lsa, zakon ishlaydi bular. 180. Endi 200, 220 kelsa ko'dim. 10 yo'lida bo'lsa-ku, Gyulidan. motor ham bezatkaz, motorning ham umri shunga yarasha uzoq bo'ladi-da. Ha. Inshaalloh motor yaxshi ishlasa, tok yaxshi bo'lsa, shunchalik umri uzoq bo'ladi. Ha. Shunda e'tibor berasizlar, texnikalari hammasini 100% garantiya. Agar tokdan uni ish topadigan bo'lsa, endi u lekin bizning aybimiz bo'lmaydi. Shunda u tokning ichine doğru siz nima aybingiz bo'lmasligi mumkin. Tokning ichine siz ham girib chiqmagansiz, bizlar ham girib chiqmaganmiz. Shuning uchun shuni yerlardan e'tibor berib qo'yasiz. Tok agar sizni uy tarafingizda yoki shu yashagan hududingizda past bo'ladigan bo'lsa, lучше maslahatimiz kamroq dinamni, kichikroq dinamni ishlashni maslahat beramiz. Ham bizlarda yana bir yil burun ham aytganmiz, motorlar bo'yicha motorlarimiz bor. Zapchasam, oddiniy. Xolasalar menda tok yaxshi desalar 5,5 kilovatlik ham qo'yib berishimiz mumkin bulara. Misol uchun menga quvvatliroq, kuchliroq kerak desalar, 5,5 kilovatlik motor ham qo'yib berib bilamiz. Motorlarimiz bor. Xohlagan razmerda hammasini maslahat yetsangiz ham bo'ladi. Telefon atasiz, aloqa raqamlari bilan bog'lanib, ustalar bilan gaplashasiz. Ustalar emas, og'amlar bilan do'konchi maslahatni beradilar. Besplatniy maslahat uchun pul olmaydilar. Yo'q. Shuning uchun o'ylanib yuravering. Bular shuning uchun tokka qarab ichasizlar, eng birinchi bularning o'zi yurak tokdan bular. Tok nimkalar bo'lsa, bular ham baribir hech narsa bo'lmay qoladi, bular ham ishlatilmaydi, qizadi, kuyish ehtimollari ko'p bo'ladi agar tok past bo'lsa. Hamma narsa shundan zavisit etadi. Xudo xolasa yana vakuumni hozir ish misol uchun bug'doy chiqarib ko'rsatamiz dersak, misol uchun shu durishda to'g'ri ichidan yuvaramiz ham, so'rdirib beramiz buni. To'g'ri ishidan olaveradi bang. Avon, shu yerda klapinning vaji bor ekan buning. Bir de ligirupka bor, misol uchun tok sosteniyasına qarab, motori sosteniyasına qarab buni bug'doy alishini ta'minlashingiz mumkin. Ligirupka etsangiz bo'ladi. Agar motor nagruzkaga tushadigan bo'lsa, sal kamroq berasiz, misol uchun. Buni hozir menimcha bug'doyni ko'rdim demasa kerak bu. Bu bug'doy hozir endi ko'ramiz, endi meniki ham
Qiziqinaying, birinchi safar. Birinchi safar bu menekam. Le interes, yaxshi. Tak, buni sal tortib qo'yamiz, shirpa. Sizlarga yaxshilab ko'rsanish uchun. Asa, başlaymizmi? Başlayımız esa. Bismillah, dastur başlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Buğdaya qaratib turasiz. Top 220 geçmişti, 219. Neçə oldu? İnan. Endi tovuqlalık bo'ldi bang. Bu tavuklari bo'ldi. Buni setkasini yana bundan bir razmer setkalari bor buni. Kichaytirsangiz, Kichaytirsangiz уже Dimmiydala beradi. Dimmiydala beradi. yomon emas. Changitadi ekan, lekin baribir un yetib turgandan keyin changiydi. Changiydi, baribir changi bo'ladi, Ha. baribir chang damaj bo'ladi. Danyara bunu gördük. Bu şu buğdayı mekkene hava. Un etmeke yaxşı Unatmaga ekan. bo'ladi va. Yemiz ötmeke mallar ham qo'shaverasiz buni. Indiki mesele otu taxlalı. Bu hem universalimiz, hem o't, Havan. hem yarma, kokos buğday chiqarib biladi bu. Buni ham bir ko'rsatasiz. Bo'ldi, Bu dinamo shunga o'xshaydi uni kabi. Hozir bunda turgan dinamomiz ham shu 3 kilovat, 3,2 kilovat. 3000 оборот. 3000 оборот. 3000 оборот bu. Bo'ldi. Hozir bunda birinchi o'chirtda setkasini qo'yilmagan o'tga moslanib turibdi bunda o'zini. Esa otu basamiz bunga. Avang. Yo'rinjani yuvaramizmi? Farqi yo'q, yo'rinjadan boshlasak yo'rinjadan Yo'rinja, g'ovush, shol samoni. Avang yo'rinja yuvaramiz hozir buni. O't bo'lsa, buni eldan ochiq qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerini. Avang, bu yerni ochiq qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerdan chiqarib atadi bu. Buni yiltirib beramiz, ang. Yo'q, ataversin shuna qarab. Ataversin shuna qarab. Demang, Nereye ketadi bu indiki? Amerika'ya gitib qo'yma. Gitmaydi. Gitmaydi, xudo bersa. Yana bir narsa bor. Bedan bu. Bu olinadi. Ha. To есть berni depani ishlatganda bu yerni ilib qo'yasiz. İlk qo'yasizdan, avang. İçine koyarak alınadi bu işinin. Aldınızmı? Bunu alt taşımız. Ben de duradi. Başka bir kavuş verip göremiz ben bunda. Bo'ladi. Büyük toza kavuş. Qarang, neden çıkarad ekan bu? Bu shol samoni ko'pchilik nima uchun chiqarmaydi deydi uni? Hozir buni ham tushuntiraman. Shol somon ham chiqaradi bu. Shol somon Chiqaradi. berib beraman. Bo'ldi, tamam. İnan bir kilta kavuşu meydaladı bu yerda endi. 1 minut bo'ldi, bo'lmadi. İnan bir kilta kavuşdan çıkan mahsulat bu inan. Ha bu yankı nereden kepekten sel fark etedi. Meydalıydı ekan, hangi? Meydalıydı bu inan. Yani bu izgor büyülki kavuş bu. Ha, lakin yine görsen tut kurmaz bu unçalı yine. İzgarı bu. Büyülki kavuş. Doğru şöyle. Yine. Şunda bina. Zor meydaladı bunu. Bunu içine attirip karı verip üstüne suyunu salıp durayıp berseniz. Endi bunga shu Əsərədən. sholi büyülki, sholi somoni yuvarib ko'rsak, qanday chiqaradi ekan bu? Kan basın kan.
Şalı samanı aç çekədiniz. Nə üçün etmiydi o? Şoğlu saman bitta boş bo'ladi. Hə. Bu tasma degan bo'ladi bu şoğlu saman. Tamam. Arqi misol uchun bug'doy saman bor, g'ovush bor, ular qattiq bo'ladi. Sınadı o kartel. Sinadi. Bu tasma deb bo'ladi. Shuning uchun buni Aylanıp yataverədin. aylanib yotadi. Har bir nala chiqarilmaydi undirabelkalar. Yok, hey gördüm ne bileyim bu. Lekin şoğlu samanı mayin etdi bu. Gördingizmi? Şoğlu samanı mayin etdi bu. Hozir bizlar bir bitta Standart. kapırık-ku. Tamam. Shamol aylanmaydi debdi. Agar bu ochiqda qo'yib buni ishlatsangiz buning chang bo'lmaydi bu yerda. Nechun sразу shamol changni olib ketadi. Bu yerda hozir bizlarda kapırık shamol aylanib girgan bilan chiqmaydi debdi bu yerda. Shuni hisobına bu yer changib turibdi. Samanı özün hem çanğı var axı. Lekin sho'g'li samanni chatqiribdi bino. Bir xil ku standart. yani. Standart. Standart. U yapara drabilkalar yig'lab beradi buni komanda vaqt. Eshib Qiynalib, qiladi tamam. Bu teyindagi g'ovush. Endi g'o'shdan midaliydi ekan lekin bu. G'ovushni meydaladi ina. Hozir bunga yo'rinjani chiqarsam bo'ladi, yo'rinjani ham yorib beraman siz hozir. Yo'rinjani chiqarsam voобще meydalab tashlaydi. G'o'shdan ham midaliymi? Hozir ishonatib buni ustidan qo'yamiz, dan Sho'li yayib saman. sho'li saman. Endi Yo'rinjani yo'rinjani yorib beramiz. bering size. Qani nechta chiqishini ko'rasiz hozir. Bunu özü işörlərdən don ək kəsəngizlə vəci, işörlərdən don ək kəsəngizlə arayanın özü alıb getədə ekan o. İndi görçelit yorunca. İndi yoruncanı görəli. İnabi endi yo'rinjamiz ina. Yo'rinjamizga qarang. Bu mina standart. Tak, bunda Endi bu mollara, qo'ylara giraveradi. indi şalı, hein? Teyindagi sho'li Şalı saman uzunroq, yorunca ondan miydaroq. mideroq oladi ekan. Mana Hmm. ikkisini qorasmini, ras mollara berasmini g'ovush ham qorayib, yo'rinjani ham qorib, Üstündən şurot səpəsdən. ustidan shurot sapib, kapagini sapib, bundan chiqqanda ne? Yemetib alasdan sal suv sapalab bersangiz, Güvliydi. mollarni atxot ham qoldirmaydi bunda. Ha. Birinchi aslida bizlarda hozir bu vajimiz kelishimiz vazifasi atxot kamaytirish kerak. Mollardan chiqib turgan atxot kam bo'lsa, agar shunchalik barakatli bo'ladi. Misol uchun hozir bir kiyib solib samoni bir moldan eldini yeysam, tashlasam, misol uchun oxirida tashlasam, uje yana do'katdan uje musra Peshalab, hein? peshalab olgan. Musra chiqib ketadi. Bular kelishimiz vazifasi shuning uchun bizlar maqsadimiz nima u? Ekonom. Somonni ekonom bo'ladi. Misol uchun bir kiyib somoni bir berganda beramiz, ikki berganda berasiz. Patir ekan bu. Patir ekan bo'ladi, ham barakatli bo'ladi. Shuning hisobına biz yana bunun ikki ekkan shuning uchun. Bu 40 bergan ham shuning uchun. Misol uchun bu durishini mollar oxirina tashlab berdingiz nechik, av durishini berdingiz nechik. Tamam. Buni içini göstermeyeyim. İçini bir görsəterəm onu. Gördüm dəmiydi ekan axırı bu. Ve inan içi. Ha. Ötken saparqısının teylərində yine zubçiklər olmasadı. Rüpçik yok adı bunlarda. Teyində ava. Azina bu teyindəkən kəsəd onun diş ekan. Şunu hisobına meydalab turibdi hozir. Bu misol uchun birinchisi 40 beradi. Ava. Bular tutib urgan vaqti ina bu 40 deytib meydalab berib turibdi. Tushundingizmi?
Bu narsasini vozdухini aylantiradidan. Bu ya ventilator vazifasini hozir bir misol uchun bunda ko'kris bug'doy yermasangiz ham bo'ladi-da. Yuvarsangiz bu to'kishlari urib Shuna birinchi bu chapadi bu. nani uradi bu? Havo. Razmerini uradi. Razmeri uradi. Bular ditadi. Bu sholi somon uchun buning bo'lib mayin bo'lib turgani sababi, misol uchun bu daraja bo'lib midalar bo'shab qolgani sababi Tamam. insholarning borligi. Misol uchun hozir siz oddiygina sholi somoni chiqarilmaganini olsangiz, tutib ko'rsangiz ham qattiq. Mol shuni hisobidan yemaydi buni. Yaqinida axir bu. Ava. Siz avni tutib ko'rsangiz, u endi bo'sh bo'lib paxta bo'lib mayin bo'lib qoldi. Ya go'shim deb to'kishlikdi-ku. Bizlarda ijron bor, ijron. Ana shu gap bo'ldi-da. Bu ijron bu mollar naslida. Bo'ldi, tushundim. Ana shuning hisobına bu vaj, inshurash deytib Texnologiyasi shunday ishlaydi. Ava, shuning uchun moslab chiqqan narsa bu texnologiyasi. Buni endi hozir yapmay turibsiz. Drabilkasini ishlatib ko'ramizmi buni? Makka yuboribmi? Makka beramiz, Albatta. Xudoy beramiz. Qani chiqaradi bu, ko'ramiz buni bizlar ham bir. O'zgartirish kerak uni. Bu setka avang. Setka alinadi bunda. Endi bu setkani olamiz. Avang. Bu ham o't uchun, nima uchun? Buni almashtiramizdan Makka uchun endi. Makka bug'doy uchun teyinda lisi bo'ladi, buni ikkilanchi qator lisi. Olib beriladi bu lis. Bu vakuumi ishlatmiz, misol uchun o't chiqarganda vakuum Ilik turadi. Diqil qolmasligi uchun bu lis qo'yib beriladi teyin oddiy. Bu lis ham olib tashaladi. Yangi chiqargan bu sho'dan chiqiladi. Gördünüz mü? Endi doğru o'taveradi yani. Endi doğru o'tadi. Almashtirish ham problem emas. Buning katta emas. Buğday saldikmi? Buğday salamiz. To'g'ri. Bismillah deb basın. Bismillah. Yetti. O'zi chiqarib yataveradi bu. Hozir kabobga salinarasiz. Yanına barib yurisham shart emasmi? Yanına barib yurisham. Nechi oldu endi bu? Bu salkam un holatini aytgandim. Şimdi bunda hozir sholi somoni narsa bo'ling ozgina bu o'tlari. Yangi naslidan chiqqan o'tlari bor endi. Shuni yuzini o'tirgani uchun endi somon tushgan bunda. Lekin chang'itmadi. Buning ni chang'itmadi ko'zmang. Bu shu chang'i saqlash uchun. Yana bir yeri magnit qo'yilgani farqini qarang, inan. Ko'rdingizmi? Inan. Inan. Magnit qo'ygani farqi tutib qoladi bular. Yetmaydi, setgan bo'yishi bermaydi bular. Shuning hisobiga bu magnitlar ham qo'yilgan bitamasi. Bunda endi bir yana bir vaz probatib ko'ramizmi? Makkani bir sotasi bilan yorib ko'ramizmi? Bir yuboringlar. Doppa turgan. Eksperiment bo'lsa eksperiment.
Bir de indi inan Mekke'ni sotası bilan chiqardi inan. Ko'rdingizmi? Paçatçana aralashtirib beribding. O'pshi, bunam kepak yap chiqarib beradi, to'g'ri. Setga o'tinishda kepak yatadidan meydalab chiqarib beradi. Uchinchisi bultir birsini ishlatmadik uni kichkina variantini. Yodingizda bo'lsa. Shuning bizlarda endi katta variantini olib keldik. Katta varianti bu ham universal, ko'kros bug'doy. Lekin bu faqat dolli, sotali bundan ketadi. Farq ko'p bunga, dollisi, sotalisi. O't. Xolagan izg'or, kuri, iri, meyda farq yo'q bunga. Bular ham shuningdek. Shu yerni bir yerni bilib aytmoqqa yoddan chiqardik. Izg'or bo'lsin, kuri bo'lsin, farq yo'q. Bunga silos uchunmi yo bir bizlarda ya paya bor-ku, payani yuvarjakmi? Polni ketaveradi bularda butun. Yangi pichoqi iri pichoq edi. Ko'rdingizmi? U yuzi qaytmas, dekverlikda ish tapadan verjamas. Yo'q. Endi bu vaj shuningdek, lekin buning evvelki 3 qatorli edi bilsangiz. 3 dona. Bunda har qaz 5 dona bor bunda uzoq bo'yni. 5 dona. Bundan shu o't nani polni chiqarsa bo'ladi. Qana bundan olmasa bir boshini o'tdan boshlaymizmi? Tamam. Bunda shu bu duradi. Buni ochamiz. Buni ochamiz hozir. Bu olib tashaladi. Endi bunda xudo bersa, bu og'zini ochamiz. Buni yana bir udobniy yeri bor. Misol uchun o'tni yandan chiqartirish kerak bo'lsa, misol uchun molxonaning to'rina qarab attirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerni ochasiz. Bu shundan chiqaradigan to'rroqqa tashab beradi. Yo'q, bu kichkina molxonangizga o't qo'ydan yeringiz o'ltirib ushatishcha bo'lsangiz, buni ochasiz. Bundan kirkadidan bu yerdan chiqarib beradi. To'r attiramangiz, buni ilasizdan aylantiradidan bir quruq undan yana o'tirib beradi. Hozir boshib yuqoridan ko'ramizmi? Bu yandan ketadi. Birinchisini qovushib berayman. Birinchisini qovush. Bir kultamiz. Tokimizni olamiz. Bu endi uzoqqa atish uchun ko'rdingizmi? Uzoq atishini. Yana qarab yubordi. Buning telefon qoldi. Bunda sel iriroq berdi. Buning endi nasi sel iriroq. Endi mollar uchun bu mollar dim zo'r. Agar buni ilib buni ilsak, Tamam, peskini açsak. peskini açsak. Yine bir külte kavuşu yersek, kanı çıkararak endi bu. Pestten. Şu an samanı veremem.
Yoruncanı veremem, yoruncanı. Görsek bunu. Ya. Aslında izleyiciye verdiniz mi lan? Tamam. Şolu saman, havuşu, bir yoruncanı verdim. Bu molla üçün, dım udobni çıkaradı, molla üçün. İnan, bu yorunca bu. Bu teyinde şolu saman, molla üçün. Bunun yine bir yeri var. Yine bir yeri size aytacağım sebebi, koyla üçün dese, koyla üçün çıkarılan sitkesi var mı? Ha, seçeceğini almıştıralım. Bu, misal üçün sitkeler buna koyuladı. Buna koyulgandan üstü mehkem boladıdan teyini açık koyup setkeni koyardı. Setke üçünde bütünce midelep veredim. Ha. Düşündünüz mü? Ha, oylantıralım. Aylandırıp. To есть meydelengeni ötedi bundan. Meydelenmeye oylantıralım için. Hava. Düşündüğüne gidelim. Setkesi bu. Lakin bu adı yaman eken mi? Yalan mı? Güllet mi o bakalım. Boğuşma saman döşüp plakatı Üstündeki. Tak, bu am şu 3,5 kilovatlı dinam. Ha, mat olan. 100% misab modke. Garantisi. Garantiyeli nerse. Var garantisi. Dastavkesi bak. Bu dastar. Pul knifing. Pulu. 12. Peki misal için. 3 milyon 100, 3 milyon 200 satılgan bu ajlar. 3 milyon 100, 3 milyon 200. Bunu 3 milyon atıp verem. Doğru. Feysal'ın patpiçiklerine. Dastavkesi var 3 milyon so'm atıp verem. O. Bu ajı. Böylece. 4 xil setkesi bilen 3 milyon son. 3 milyon so'm atıp verem. 4 xil setkesi var bunda. Ha, özünün komplekti. Özünün komplektinde. Bundan 4 xil setkesi var. Bu hem kokrus buğday hem ot çıkargan hesabına 4,5 milyon so'm bu. Ha, bu 4,5 milyon. 4,5 milyon so'm. Buna Bu geliştirip 3,5 kilovatlı dinam. Ama- Misab modke garanti. garantiyasi bor. Dastavkesi bu. Dastavkasi bor. 4 Buni milyon. geliştiremez. 4,5 milyon so'm 4,5. geliştirib beriladi bu. Hammasini hali geliştiriyorsun. Aytganingizdan geliştirsin. Ha bu drabilkamiz, variantimiz. vakuumli drabilkamiz. Bu 4 milyon 300, 4 milyon 200 satılgan. Bundan ham geliştirib beraman. Buni 4 milyon so'm atib beraman. 4 milyon. 4 milyon. Vakuum ise 4 milyon so'm. 4 milyon, 4,5 milyon, 3 milyon so'm. 3 milyon son. Hammasini puli, yana telefon nomer qoldiramiz. 3 filialimizdan bu bilchalarimiz. Shuning uchun aytasizlar, bundan ham pullarni xudoga gelishtirib qaytib cho'tkatib beradilar. Dastavkalarimiz 12 viloyatda bor. Yine bir yerde Xorazm Garantiyasi. içinde olsa, Hazarasp içinde olsa, Tamam. misal uchun bizlar o'zimiz olib borib ishlatib, Ha, siz qazarsiz. Hazarasp misal uchun qaysi tochkasida bo'lishida, qaysi tochkasida olsa olib borib ishlatib berib kelamiz. Agar Ko'rsatib. mahsuloti yoqdi, bo'ldi, pulini beradi, bo'ldi, qaytib kelaveradi. Yo'q, yoqmadi, mahsulotni qaytib beradi, mahsulot olib keladi. Uyina borasiz, guva qo'yasiz, o'tida qaz. Sırası bolalarımız var, özümüz maşinemiz var. Şunun için adlini azaltılıngan, şunun için spesialist bolalarımız var. Şunun geledi, uyuna baradı, tokunu ölçüydü, tekşireldi, boladı dese boladı, koyadı, işletedi, haladan mahsulatını etkeledi, yüverip, tekşireldi, ispitele götürüp, bundan bundan kaçırdı. O'z ko'rgandan. Görgenler. Bana bu sorucu qaysi? Bizde drabilkaning türleri ko'p, bilasiz zaten. Büyük hesabına Xudoy bersa boshlanishi bor. Hali keyingi Bize yangiliklar ko'rsatdik. Avayda bu büyük 2025'imizin yangiliklari bu. Avvalki partiyalar. tumanlar, kichkinaroq byudjetniy variant ular ham bor. Agar может bu sizlarga qimmat bo'lgan bo'lsa 4 million, 3 million so'm degan summalar может birovlar uchun to'g'ri qimmat. Lekin bu narsalar 4, 5, 10, 15 mol bakodan odam uchun menimcha dim zo'r narsa.
2-3 adamni ishini tepib tutdi. Burada sebep tuttu. Bir dana qovushni hozir Sizlarda minutga aql yetirmaydi chiqadi. turibdi. Bir kilta qovushni 1 minutga yetirmaydi. Yetirmaydi. Bizda shuni texnikalarni sizlarga ko'rsatdik, taqdim etdik. Sizga katta rahmat. Sağ bo'lasiz, ishlaringiz davom et. Albatta, nomerlarni pastda qoldirib o'tamiz. Bog'lanasizlar. Don zakaz etaverasizlar, dostavkasi bor. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like, bir dona komment yozib, bosib like'larni. Agar kanalimizda toza bo'lsangiz, podpiska etish yodingizdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar, xudo xolasa shunday sizlarga manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Albatta takliflar bo'ladigan bo'lsa, to есть krana o'xshash, ya'ni sizlarga qiziq bo'lgan narsalarni obzori qiziq bo'lsa, nav qiziq bo'lsa, kommentariya yozib o'tinglar. Videodan kir qarab, kamchilik qarab o'tirmanglar. Narxlarni aytib o'tdik, yana narxni aytmading deb so'kib, muam yozib o'tirmanglar. Narxlarni aytdik, adresni aytdik. Keyingi videolarda görüşünce sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Getirgan vaqtingizga rozi bo'linglar.